Rengül, siz uyqat kaç turursunuz bo'lamki? Nemaga kechma vakolatchilar bilan bir ko'rishib olmaydi emasmi? Ma'qulim, sizmi kechdi baldiroq qaytasiz, men hozir uy qaytqashtiray. Oye, nazar direktor. Putum qarilib ketgan o'xshaydi. Sizga bir ashomag'andi? Menga hech ish bo'lmadi, lekin ozroq og'riyapti. Uning ustiga men istakandek joyim kiyimimga to'kilib ketdi. Nazar direktor, menga yordam qilsangiz-chi. Men sizga yordam qilsam-ku bo'ladi. Sizga hozir qanday yordam qilaman? Mening mana ishimni qurtishib bering. Jig'ingiz vaningizni. Men sizni pul xarjlab bu shirkatga akilishim. Mening xizmatimda emas, balki shirkatning xizmatidan qusum da'vatim. Agar sizniki men xizmatdan boshqa o'zingizniki shaxsiy hissiyotlaringiz yoki bo'lsa yomon xayolingiz bo'lib qolsa, men shirkatdan ajralmaydisangiz bo'ladi. Oye, nazar direktor nima deydigansiz? Men nima desangiz shuni qila oladigan tursam, mening mushtiroyim bilan nurg'un o'g'illarni keltira oladigan tursam, men sizning shirkatingizni yoki pulingizni demasam, men nimishqa bunday muomala qilasiz? Nimishqa meni xato tushunasiz? Bo'ladi. Siz mening har qanday bir talabimni o'rindaysiz shundaymi? Mening o'g'lim bu yil 5-yilda o'qiydi. O'g'limniki 3 vaqt tamoqini siz vaqtida yetib bera olamsiz. Maktabdan qaytgandan keyingi topshiriqlarni o'rganishga siz yetakchilik qila olamsiz, ha? Lekin mushu 3 vaqt tamoqini, mushu darslarni hammasiga jo'dasangiz qaraydigan odam bor. Siz buni qila olamsiz. Oye, nazar direktor, bu ishlar bek taskan-ku. Tamoq etishga shunchalik uyushlikka mening topshiriq ishlatishni asla o'qimayman. Lekin nazar direktor, uning boshqa har qanday talabangiz bo'lsa, men o'rinlay olayman. Bo'ladi. Mening ota-onam yashnab qoldi. Ota-onamning holidan xabar olamsiz. Mening ota-onam ancha-muncha doktorxonaga kirib qoldi. Ular doktorxonaga kirgan vaqtlarda kechini kecha demay, ota-onamga amra bo'la olamsiz. Bunchalik ishni qila olasizmi? Oye, nazar direktor, talablaringiz bek ig'ir bo'lib ketdi-ku. Bu ishlarni ayolingiz qilsa bo'ldi emasmi? Men faqat sizga ko'ngil bo'laman. Hamsiz siz menga ko'ngil bo'lishdan yana nima qilib olasiz, ha? Sizning o'zingizning asli maqsadini hozir menga deyishdan xijolatsiz. Sizning shirkatingizni, sizning pulingizni ko'rmadim deysiz. Amaliyat shu. Bir oilasi bor odamga ko'ngil bo'lganingizda o'zli xato. Mening talablarim unchalik ig'ir emas. Faqat balamning oldin xabar olsam, tamoqini qilib bersa, ota-onam qarab bersa, shu yetarlik bo'ladi. Lekin men o'ylaganimdan yaxshiroq qilyotdi. Men yana bir odamning men ko'ngli bilishiga harakat qiziqmayman. Lekin siz-chu, faqat sizga ham ko'ngli bilmay deyapsiz. Mening oilam, mening shirkatim, mening pulim, mashinam, hamma narsa shu desangiz, yana shu mening ayolimga tava. Qandaqdir men sizning ikki qiz chiroyli gapingiz bilan menga ko'ngli bildiki degan mushu gapingiz bilan shu desangiz, oilam unutib ketsam bo'lmaydi. Nazar direktor. To'xta! O'zingiz ma'nolagandan keyin o'zingiz so'rab chiqtamsiz yoki amonliq saqlovchini chaqirib kirib sizni qo'lab chiqarib o'taymi? Yana bir gap, siz aytib boshlab shirkatga ish qilganman. Nazar direktor, sizga deydigan muhim bir ish bor-di. Ha, Ramila katibsiz, hozirgacha ishni tushmabsiz-ku. Nima ishda tezroq tanga? Sizning tushib ketgan chachlaringiz qaytadan chiqargan nayik bir kishidan chachqirgan chachqirish suyliqini ko'ngan xaridorlarimiz qanday tetish qilmay va kuchirib ketadi. Ha, mushmiti bizning nayik purkisi shu yerdan chachqirdigan chachqirish purkimizni qandaq setib olishdan fuqamayotgan bo'lsa, mush filmdagi qo'shash belgisini besib, meni qo'shib olgandan keyin bir talaq shurkin besitib, inkoslarga 6 raqamni yoki gul raqamini qo'yib, ayrim xonaga qatqili bo'ladigan unlar nomerini qoldirib qo'ysa, men mush xaridorni ketib chiqarammayotgan chachlarini qaytadan chiqarish qildan beraman. Bo'ldi, nazar direktor, mashina qurlashtiray. Qaras, sizmi biroq ishni tushunga? Iqrorlik ko'rmanlar. Mening bayatim degan gap so'zlarim to'g'rimi yo xatomi? Oilangiz va turib, siz yana oilangizni unutsangiz, quvvat qarsangiz aldiga ma'maydi degan gapimga qanday qaraysiz? Boshqalarning ikki qiz shirin gapiga ishinib ketsangiz, cho'qim vayron bo'lsa degan gapimga qanday qaraysiz? Gapingiz to'g'ri deguncha mushu filmdagi qo'shash belgisini besib meni qo'shib olgandan keyin bir talaq shurkinlarni ustida inkoslarga 6 raqamini yoki gul raqamini o'qinglar. Rahmat sizlarga.